Salom do'stim. Siz hayotingizdagi imkoniyatlarni ko'paytirishni va olayotgan ilmingizni ziyoda bo'lishini, boshqalarga nisbatan, ya'ni munosabatlaringiz va boshqalarning sizga bo'lgan munosabatlari iliq bo'lishini xohlasangiz, quyidagi so'zlarimni yodingizda saqlang. Siz doimo leksikoningizda ishlatayotgan so'zlarga diqqatli bo'ling. Jumladan, birinchisi, siz biror narsani qilishingizni, ya'ni xohlasangiz, bu narsani qilishim kerak degan jumla o'rniga bu narsani qilishni afzal bilaman deng. Yoki biror so'zni, ya'ni foydali bo'lgan so'zni yoki siz uchun kerak bo'lgan so'zni esingizda qolishini xohlasangiz, esingdan chiqarma degan jumla o'rniga yodingda tut. Marhamat qilib bu narsani yodingda tut jumlasiga o'zgartiring. Va bu narsa sizga erishmoqchi bo'lgan maqsadlaringizga tezroq erishishingizga, bilimlaringizni ko'payishiga yordam beradi.